Assalomu alaykum hurmatli dunyodoshlar. Bugun 7-iyul seshanba, mana kechki bozor boshlangan. Ertaga ham bozor, Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz mana. Bizda shom vaqti bo'lgan. Shu o'zi asosiy bu bozor chorshanba, yakshanba kuni bo'ladi. Endi bir kun oldin kechki paytdan boshlanyapti bozor. Xo'p, endi bular narxiga o'tamiz. Trendi 50 to'rgacha tushaveradi razmer standart bo'ladi. Bular standart bo'lar ekan, 54 gacha bo'lgan razmerdagilarga tushaverar ekan. Narxi qancha deyapsiz? Pachkadagi narxi 55 ming pachka. Pachkaga 55 ming so'm ekan. Donaga necha? Donaga 55 ming. Donaga ham shu narxda qilib berishaverar ekan. Materiali nima buni? Materiali shtamplar, shtamplar, selen. Selen shtampl ekan materiali. Buni rasvetkasi qaysi biri? Rasvetkalar bor endi ochganmiz-da. Ha, bunisi qanaqa bo'lyapti? Bular 70 ming pachkaga. Bular pachkaga 70 ming so'm ekan. 56 gacha razmer, yonida katta kichik bo'ladi. Nechidan nechigacha razmeri? Eng kichkinasi nechidan boshlanadi? Eng kichkinasi 50 dan boshlanadi. 50 dan 56 gacha razmer ekan bunisiniki. Materiali nima? Material doin. Doin ekan buni. Doin shtampl deydi ekan, shunaqa material ekan. Donaga shunda necha pulga sotasiz? Donaga 70 ming. Donaga ham 70 ming so'm ekan. Xo'p, bularni endi narxi bilan tanishtiramiz. Xo'p, bular arabika deydi. Yangi chiqdi shunaqa gullimi, xullas shunaqa fason. Yubka burug'li 90 ming, yangicha fason. Yubka burug'lik ekan. Mana ishtoni ham katta, keng bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Katta. Koreyskiy degan yangicha anaqa. Ha, mana. Yonlarida varaqchalari bor. Koreyskiy rasvetkalar bor buni. Nech pul bu? Pachkaga, donaga nech pul? Pachkaga ham 90 ming, donaga ham 90 ming. Pachka dona narxi bir xil, 90 ming so'm. Razmeri? Razmeri 56 gacha. Nechidan? 50, 48 bo'lar, standartda bu. Ha, 56 gacha ekan. Shu 48 dan 56 gacha bo'lgan razmerdagilarga tushaverar ekan. Standart. Rasvetkalari. Xo'p, buchi? Bu ham shundan, rasvetkalari. Ha, bu ham xuddi shundan ekan, shuni fasonida. Rasvetkalari ham bor. Materiali nima deydi bularni? Materiali selen. Selen shtampl-da. Signalim degan ekan bittasi. Bular doin, bularning yangicha ishlar, yonida cho'ntaklari bor. Qorong'ida ko'p odamni ko'zi ko'rmaydi-da. 56 gacha domma xotinlarga tushyapti. O, bular 56 gacha ekan razmeri. Bulari necha pul? Bular 85 ming. Bular 85 ming so'm ekan. Materiali nima? Bular doin material. Doin material ekan, mana ishtoni bilan komplekt. Donaga ham, pachkaga ham 80 mingmi? 85 ming. 85 ming so'm ekan dona pachka, narxi bir xil ekan. Yonida cho'ntaklari bor mana. Cho'ntaklari ham bor ekan mana. Bir tomon cho'ntaklari bor. Bo'ldi, zo'r. Telefon nomeringiz? 90lik 90lik 851 851 60 22. 60 22 ekan. 5 tasa chiqarib berilaveradi. 5 tasa chiqarib beraverar ekan. Bitta ikkitaga endi unaqa chiqarib beradi. Ha. Telefon qilsalaring bitta bormi deb, dastavka bormi deb telefon qilsalaring haligi 5 tosalang dastavka qilib berar ekan. O'shanda ham yo'l kirani pulini o'zlaring to'laysizlar. Endi aqini o'zlaring telefon qilsalaring kelishaverasizlar, mana. Donaga, pachkaga sotilaverar ekan. Deyarli dona pachka narxi bir xil ekan-a? O'zimiz chiqaramiz, yuklar bor mashinada. Mana. Torting mana. Mana Damas to'la mana Damasda. O'zimiz chiqaramiz. Birinchi qo'l tovar. Qayerda uyingiz? Bo'yda. Bo'yda. Bo'yda tuman. Bo'ldi. Bozor Uchko'prikda. Like-ni bosib qo'yaverasizlar.